Allah'tan özü kulluq qılacağım özüm dərbəmdə qavlı qıl. Jalpı eli juturga tuğan ruqol qomşu tuğanlarıma. Tinççılıq, amançılıq ber, keng ber, ketpes dövlət ber. Uzaq ömür ber, sabır qanat ber, iman ber, insaf ber, ıtırmaqçılıq ber. Zamanımız tinç bolsun, barçılıq, molçuluk gün, julu olsun. Sizden bolatan. Amin. Müşkünetli kızınlarıyız. Ovala ülkelerimizi, otobularımızı da böyle kabul etsin. O'zbekistonda mana shu hozir qilgan narsalarimiz hammasi tassil qiladi. O'zbekiston nimalarga bo'lyapti hozir bo'lsa. 24 soat mobaynida qaynatiladi. Qaynab chiqqandan keyin 24 soatda suv kechni to'xtatib dimlab qo'yiladi. Hozir bu shunda O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston simyo'lak bo'lib etkanda. Mana shu pasport bilan kirishimiz. Mana shunday mana Qirg'iz, O'zbek pecha turadi. Har kirib chiqqanimizda. Shu birov yo'lda hech nima demaydi, shu pecha turib beradi xolos. Har o'tganimizda shunda Har o'tganimizda 3 kunga 72 soatga ruxsat beradi. 3 kun kirishda yuksak bo'laveradi. 3 kundan keyin chiqib ketishimiz kerak. Bizdeki bir peçe, kekete uğradı. Keçe durar, çok keçe kerak. Yani neyse. Mana to'ldi. Bugun ketsam bo'ldi, yana haftaga kelolmayman. Pasportimni yangilab kelaman. Bir pasportingizni qancha yo'lga jetadi pechat bosganingiz? Va 1 yilga yetadi, 1-2 yilga yetadi. Har hafta kelamiz. Endi har hafta kelinmaydi-ku. Bir oyda 2 marta, 1 marta kelamizda. Anlatib qo'yishlar. Ha, 2 yil 3 yilga yetaveradi pasport. Siz ko'p kelayotgansizlar shuni. Men ko'p kelaman, qizlarim ko'pda, do'stlarim ko'p deb bilasiz. O'zbekistonda mana shu hozir qilgan narsalarimiz hammasi tassil qiladi. Ha, bizde ham shunday qiladi, sumonaqni. Bizda avval nima qiladi? Endi meni bilganim qovurib, biz avval birinchisini qovurib, qizartirib, keyin suv qo'yib, unda solib aralashtiramiz. Hozir Maygalar koyuyor ya kalasını. Şirasini qo'yib, hozir bular atalarni qo'yamiz. Qirg'izistonda qanday jasaydi? Ayshni. Bismillahirrahmanirrahim. Oylab turib, sen yer taza o'runlar uchun bo'ldi. Bunday shimileklar doim ko'ngil gözü жүрөгүлөр. Allah çakanar menen tinch bo'lib, shimileklar qulluq bo'lsin. Bizde daha şunday maydı kıyabız, bizde atalasını kura Kırgızistan'da. Nemesini, ununu. Ununu kuruva ona maydı kuyana şiresini kuyat bizde. Daha bir yan jakşılığı olur. Arjakta kanday olur ki, Özbekistan'dan şiresini küçümüzler. Da yog'li shirani quyib, qovuramiz biz. Men shunday yog' ajratib, yog'ga shirani qo'yamiz. Hozir shuni endi biz qovuramiz. Endi qovurib yapmiz. Ko'p bo'ldi-da. Yaxshi tileklar bilan qulluqqa qo'shilsin, urushdan jal degende elimiz ko'rmazimidan keyin har bir uylarda baqit, talay bo'lib baxtli ballar o'saversin. Boyun gülgü şatlık baskanın, körkü durmuş kulaç açkanın, kömür üstün kökkö serpilen ay, örtünür Kırgızistan'ın. Ay Kırgızistan'ın, oy Kırgızistan'ın.
Тазабада дөнең чыңалысына Ташқындай бір Қырғызстаным Ай, Қырғызстаным Ой, Қырғызстаным Ташқындай бір Қырғызстаным Жұмшақ желі бір асқарым Көпшілізді қарай шашқаным Тазабада дөнең чыңалысына Ташқындай бір Қырғызстаным Ай, Қырғызстаным Ой, Қырғызстаным Ташқындай бір Қырғызстаным Алас, 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 береги одни счастья нас. Старый год уходи, Новый год приходи, невредимыми нас сохрани. Принеси удачу для нас. Алас, алас, алас. Благоденствуй наш, мой народ. Новый год нам счастье несет. Дай здоровья нашим родным. Пусть все беды исчезнут, как дым. Но, Рус, ты пришел для нас. Береги от несчастья нас. Алас, алас, алас. О, мой народ, в наши горы пришел Новый год. Просыпайтесь, кто еще спит. Солнце в небе ярко горит. Так приходят светлые дни. Обновления несут они. Так приходит весна для нас. Алас, алас, алас. Certo.